Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Pidaftarda biznesga xodim kiritishni ko'rib o'tamiz. Ya'ni sotuvchi sotib olish yoki xodimga akkaunt sotib olish. Hozir menda oziq-ovqat degan biznes tepada, oziq-ovqat degan biznesda turibman. Xodimlar bo'limiga o'taman. Xodimlar bo'limida 00 turibdi. Haligi bu hozir obunangiz bormi yo'qmi buni ko'rsatadi va pastda Xurshidjon telefon raqamim va yaratuvchi bo'lib turib, undan keyin obuna sotib olish turibdi. Hozir mana bu yerda pastda plus turibdi. Shu plus yozadigan bo'lsa, obuna sotib ol deydi. Xodim uchun obuna sotib ol deydi yoki mana shu obuna sotib olishni ezamanda. Xo'p, meni asosiy balansimda 976.329 so'm turibdi. Bu qayerda ko'rinadi? Mana profil sahifasiga o'tganda asosiy balansim mana 976.329 so'm turibdi. Agar sizda yo'q bo'lsa, kerakli summaga to'ldirib olasiz. Bu yerdan payme yoki klikda bu yerga summani kiritasiz, masalan 40.000 va payme klik kalasidan bittasini tanlaysiz va to'lov qilasiz. Bu yerga tushadi asosiy balansingiz. Va xodimlar bo'limiga o'tib obuna sotib olishda oylik tarifda sotib olamiz biz. Masalan, yilligi $20, oyligi $2 ekan, 23.671 so'm. Hop, xarid qilishni bosdik. Va mana ko'rsangiz mana 00 turgandi va 01 bo'lib qoldi. Bu menda bitta obuna bor. Va mana yerda obuna sotib oling degan narsa yo'qib qoldi. Menda obuna bor masalan. Hozir ya'ni sotuvchimga, ya'ni xodimimga akkaunt yarataman. Plus yozamiz. Sotuvchi ismi, ya'ni xodimimning ismi. Begjon va unga parol 1 2 3 4 5 6 7 8 gacha. Va telefon raqami bizga xo'p. Saqlashni bosganimda ovozini eshitib turinglar, SMS keladi. Ana SMS keldi. Bu hozir xodim telefon raqami deganim ham o'zimda. Unga ham SMS keldi. Unga nima boradi? Parol bilan login boradi. Login va paroli boradi. SMS bo'lib. Sizga keladigan narsa shu xodim qo'shildi degan xabar keladi hozir bu telefonga shunaqa keldi. Xo'p, mana pastda Begjon degan nima qo'shildi? 015 12 32 Begjon degan sotuvchi qo'shildi. Endi ustiga ezaman. Ustiga ezsam hozir hamma narsa u uchun yopiq. Statistika bo'limini ko'ra olmaydi, diagrammalar ko'ra olmaydi, kirim chiqim qila olmaydi, hech narsa qila olmaydi hozir. Faqat shu holatda kirib ko'rsataydi profiliga. Masalan, chiqishni ezamanda. Xo'p. Bu yerda 95 05 32 Xo'p, kirganimda oziq-ovqat degan biznesga kirdi. Bu ham xuddi meni o'zimning biznesim. Profilga o'tsam, mana Begjon balansi 0 turibdi. Lekin o'sha meni biznesimda mana oziq-ovqat degan biznesga qo'shildi. Va meni qarzdorlarim ko'rinib turibdi unga mana. Xurshidjon degan qarzdorim bor edi bitta. Unga kirganda kirim chiqim qilish tugmalari yo'q. Nima uchun? O'sha ochmaganman unga. Ruxsat bermaganman. Va pastda statistika bo'limi ham ochilmagan unga. Statistika bo'limi ham ko'rinmaydi hech narsa. Xo'p, endi kirib o'sha ruxsatlarni beramiz unga. 90 o'zimda akkauntimga kiraman va xodimimga o'taman. Xodim ustiga ezganimda bu yerda ruxsatlar beraman hammasini. Keraklilarni beraman masalan. Kirim va chiqimni o'zi bo'lsa, mana shu kirim chiqim qilishni o'zini yoqib qo'yasiz. Statistikani ko'rmasin desangiz, statistikani o'chirib qo'yasiz. Men hozir hammasini yoqyapman. Xo'p, hammasiga ruxsat berdim. Yana bir qayta kirib tekshirib qo'yaman. Ruxsat berildi. Profildan chiqaman. O'zim xodimni profiliga kiraman.
xodimni profiliga kirdim. Haliginda kirim chiqim tugmalari ko'rinmayotgandi. Endi mana ko'rinyapti. Kirim qilish, chiqim qilish ko'rinib turibdi. Endi statistika bo'limi ham mana umumiy summalar, kirim chiqimlar hammasi ko'rinib turibdi. Bo'ldi, shu sizlar bilan shu xodimni akkauntga kiritish qismini ko'rib o'tdik bu daftarda.